bir haftaning ichida $8 bo'lgan. Mana Moluda mani mentorlik kursimni ikkinchi potokida ham o'qidi. Hozir undan fikrini bilamiz o'qish haqida. Boshida qo'rqotdim. Men komanda qilaman o'zimga, admin, assistent, tikuvchi, hamma narsa olishim kerak. Juda qo'rquv baland edi. Nima qilaman, qayerdan boshlayman, uni qanaqa tanlayman, mana bunaqa qilib ketsa-chi, unaqa qilib ketsa, juda qo'rquv bor edi. Hozir hamma narsani oson qilib tushuntirib berdilar bizga. Og'zimizga bundoq chaynab tiqib qo'ydilar. Bo'ldi. Shundoq qilsak bo'ldi. Aytdilar boyoqda xolasi. Bo'ldi, bildik. Endi qilsak bo'ldi faqat. Faqat qilishimiz kerak. deb tushunardim. Molda o'zi birinchi potokda ham o'qigansan. A, B nuqtani aytib bersang, birinchida kelganingda o'zi qanaqa edi holating, hozir qanaqa o'sishlar bo'lgan? Birinchi potokda juda o'zimga bo'lgan ishonch past edi. O'zimga ishonch baland bo'lgan, kiyinishi, makiyaj qilishi, qanaqa gapirishi, o'zi bosuvroq bo'lishni o'rganganman. O'sha mani o'zim o'sganim, ishimni ta'riflamay aytsam, sotuv birinchi kursimni sotganman, qimmatga sotganman. Bir haftaning ichida $8 bo'lgan. Oldin mamnaqa oylab bo'lib berishardi. Keyin undan keyingida 3 kun ichida 10 million bo'lgan. O'qishni boshlaganman. Yana telefon oldim, oyimga telefon sotib oldim 15 kun ichida. Bitirgandan keyin 1 oydan keyin qarzdan chiqib ketdim. Turkiyaga borib keldim. Yaqinda yana Qatarga borib keldim. Bu endi ikkinchi o'qishimda. Davolanmaysan? Juda ham. Maslahat bersam qo'ygan. Hammalarni kelishinglarni обязательно maslahat beraman. Ko'pchilik Revan Pro kursi o'zi nima kurs deydi. Men to'g'risi o'zim ham tushuntirib bera olmayman, lekin sizni shaxs sifatida ham o'sishingizga va daromadingizga ham o'sishiga sababchi bo'ladigan biznes kurs deb ayta olaman.